Soddalik ham evi bilan-da, evi bilan. Shuka zulfqorman deb rasmni qo'yib, kirib borib, pul tashiymiz. Hozir SMS bo'ladi, Rossiyadan tashiydi, shogirdlarim kiradi desa, sirazi kirib SMS bo'ladi, kodni aytib yuboring, kodni aytib yubormaydi-da. Meni rasmim qo'yilgan bo'lsa-lar, men bo'lib qolmayman-ku, baraka topkurlar. Mana buni qarang ahvolni endi. Buni qarang. Bu bemor Namangandan. Men o'chirtim bor hozir, yordam qila olmayman deganman. Buni lichkasiga kirgan. Mana qarab turing, mana yozyapti. Yaxshi, alhamdulillah, o'zingiz yaxshimisiz? Mana Shuka Zulfqorman, mana shu itdan tarqagan nomer mana 88lik 708 68 20. Instagramda ko'rib qolgandim deyapti. Ha, bo'pti. Bemor Ulug'bek aka video qo'ygan ekan deyapti. Ehsonimiz ham bor edi. Shogirdlar tel qiladi sizga, bo'ladimi deyapti. Qarang. Sun'iy intellekt ovozimni ham o'xshatishganda. Endi bu qarang, tagini qarang. Mana hozir pul tashlaymiz, sizga SMS boradi. Rossiyadan tashlaymiz, shogirdlarim. SMS boradi deb turib, mana qarang, men pulni yechib olgan. 9.500.000 pulni yechib olgan, mana qarang. 9.500.000 pulini yechib olgan. Mana shu ikkilar nomerlardan chiqqan. Mana ko'ryapsizmi? Bu nomerlardan chiqqan, bu rossiyskimi, qanaqadir nomerlardan chiqqan. Mana yozyapti: "Assalomu alaykum. Adham aka, shu ikkita nomerdan tel qilishibdi. Asosan pastdagi nomerdan Shavkat Zulfqorni adminiman deb tel qildi aka" deyapti. Ko'ryapsizmi? Keyin meni o'zimning Telegram kanalimdagi mana bunaqa dumaloq videomda murojaatimda assalomu alaykum degan joyini o'zini kesib olgan, qarang. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ko'ryapsizmi? Mana bunaqa joyini kesib olganda tashlagan. O'zingizni ko'rsating desa assalomu alaykum deganda o'zini tashlab qo'ygan. Farosat, video vizitdan qilyapsan, olmayapti. Голосовойga ovozli xabar yozmayapti. Nima keragi bor? O'zi mushkulotda turibsizlar. Baraka topkurlar, 100 marta aytayapman. Men hech qachon unaqa yozishib o'tirmayman. O'zim promoy telefon qilaman. Video vizitda ham telefon qilaman. Baraka topkur. Video vizitdan telefon qilding. Mashina minglab insonlarga yuborib qo'yinglar. Mana shunaqa miskinlar. Keyin qiynalgan oilalarni olib chiqilyapti-da, meni atmetga qilinglar deyapti. Shu kasalxonada atmetga qilib qo'yinglar deyapsizlar. Aynan mana shu mashinniklarga o'sha narsa kerak bo'lyapti. Endi men shu Zulfqorman deb kirib boryapti. Atmetga qilganiga shu Zulfqor keldi deyapti-da, o'zlari karta qo'ygan-ku ular, o'zlari karta qo'yganda, mana shu kartalarga qo'linglardan kelgancha hissa qo'shinglar deyapti qiynalganlar. Undan tashqari ushbu videoga shu Zulfqorni atmetga qilinglar deyapti. Endi telefon nomerini ham qo'yapti, haligi miskindi. Mana kecha Andijon deb tasini qo'yibdi. Endi u nomerdan Telegramga kiradi ekan. Kiradida men Shuka Zulfqorman, adminiman deydi. Meni rasmlarimni qo'yib oladi. Keyin u laqqa tushib, SMS boradi sizga deydi. Kattaroq summa tashlayapsiz deydi. Hali kartasiga tushgan o'zi 5-6 million zo'rg'a tushadi. Qishloqda oddiy blogerlar qo'yadi-ku. O'shani ham yechib olyapti-da. Iltimos, men hech qachon nima deydi, oldindan SMS boradi degan gaplar qilmayman. Iltimos, sun'iy intellekt ovozimni ham o'xshatishadi. Kerak bo'lsa,